Şu zencevil arqılıqla ailede neçə xil ahvalni yaxşılabağılı buldu. Zencevилni alma bilan qaynatıp içken vaqtda yürek kan tomirlaridagi şu kan tomir nöqtisini soğaqdan bo'lgan kan tomir tarayılışqa nihoyat yaxshi manfaat qildi, ham qavziyatni yo'qitadi. Yo'g'on qo'saqni o'roq qilish qarta foydasi bor. Zencevилni ziri bilan demlab içken vaqtda çayqab demlab içken vaqtda oshqozon esildigan ko'padigan ahvollarga nihoyat yaxshi manfaat qildi. Zencevилni zarangiz chechki bilan chilan 3 materialni qaynatib içken vaqtda ayollarda odatni ravon qilishga intayin yaxshi. Onundan başqa zencevилni zapa bilan birga zapa bilan birga demlab içken vaqtda qonni qizitib badandagi hüllikni qurtadi, nemlikni yo'qitadi. Mush zencevилni samsaq, so'ng piyoz mush material bilan qaynatib içken vaqtda zukamga nihoyat yaxshi manfaat qildi. Onundan başqa zencevилninki foydali rolini balki men bilan ko'p anglagan bo'lishinglar mumkin. Şu zencevil ikkinchi odamga deb atiladi. Mana mush zencevилni asos qilib badandagi nemlikni yo'qitib, sovuq yelni deydigan, qonni qisitib, jonlantirib, badanni illatadigan, uzuqlik qimmati yuqori bo'lgan dorilik materiallardan odamga lachindana, shaqaqul, misri, basbasa, qizilgulning g'untisi mana shunda zapaning haqiqiy yaxshisidan silib, tabiiy holatda uzuqlik qimmatini oshirib yasab satib undidar qo'sh orqali